Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan kelajakda infarkt hamda insult kabi kasalliklarni oldini olish uchun ertaroq topshirib qo'yish kerak bo'ladigan bir dona qon tahlili haqida gaplashib o'tamiz. O'tgan mavzuda aytib o'tdim, infarkt hamda insult qon bosimi kabi kasalliklarda asosiy sababi biz yegan oziq-ovqatlar tarkibidagi zararli xolesterinlarni qon tomir devoriga yillar davomida cho'kib borishi sabab bo'ladi deb aytdik. Bu videodan keyin ko'pchilik kommentariyada savol berishdi. Ilojim boricha javob berishga harakat qildim, lekin baribir umumiy qilib javob berib qo'ymoqchiman. Xolesterinning organizm uchun foydasi bormi? Albatta. Barcha tanamizdagi hujayralarni membranasi xolesterindan tashkil topgan. Bundan tashqari asosiy jinsiy gormonlar erkak kishida testosteron, ayollarda estrogen kabi jinsiy gormonlar ular faqat xolesterindan hosil bo'ladi. Keyingi vazifasi jigarda xolesterindan o't suyuqligi hosil bo'ladi va o't tufayliga yig'ilib keyin ichakka o'tib biz yegan ovqatlarda aynan yog'ni parchalashda ishtirok etadi. Bundan keyingi vazifasi quyosh nuri ta'sirida terimizda xolesterindan vitamin D sintezlanadi. Mana shu asosiy muhim vazifalarni bajaradi xolesterin. Xo'p, unda xolesterin nima uchun zarar bo'lyapti? Xolesterinning zarari asosan xolesterin me'yoridan oshib ketganda va yoshga bog'liq holatda bo'ladi. Bu yoshlarda xolesterinning zarari yo'q edi. Agar ayol kishi bo'ladigan bo'lsangiz 45-50 yoshdan keyin zarari boshlanadi. Masalan, ayol kishida menstrual sikl deymiz, ya'ni har oyda bo'ladigan menstruatsiya butunlay to'xtagandan keyin, ya'ni menopauza davriga o'tgandan keyin xolesterin zarar qilishni boshlaydi. O'sha davrdan u yog'iga ayolda semirish, qon bosimining ko'tarilishi, yig'loqlik, asabiylik, uyqusizlik, xullas depressiyaga tushish holatlar o'sha davrdan keyin boshlanadi. Ana shu davrdan boshlab xolesterinni qondan tekshirib yurish maqsadga muvofiq bo'ladi. Agar masalan sizda bachadon yoki tuxumdon ertaroq olib tashlangan bo'lsa, aynan o'sha olib tashlangan yildan boshlab xolesterinni nazorat qilishga to'g'ri keladi. Agar siz erkak kishi bo'lsangiz, 40 yoshgacha sizga xolesterinning zarari kam bo'ladi. Ya'ni 40 yoshingizgacha xolesterinni tekshirmasangiz bo'laveradi. Chunki siz yegan oziq-ovqatlarda xolesterin ko'p bo'lgan taqdirda ham sarfi ham shuncha ko'p bo'ladi. Ya'ni jinsiy faoliyat saqlangan bo'ladi, sarflanishi ham ko'p bo'ladi shunga yarasha va harakatingiz ham yaxshi bo'ladi. Endi kimlar ertaroq, ya'ni 35 yoshdan boshlab tekshirish kerak? Bularga, masalan, qassoblar doimiy hayvon yog'lariga ovqat iste'mol qiladi oilada. Yoki juda kam harakat qiladigan insonlar, masalan, shofyorlar yoki rahbar lavozimida ishlaydigan odamlar kuchli ovqatlanadi, lekin doimiy bir joyda o'tirib ishlashga majbur bo'ladi. Keyin bir kunda bir pachkadan oshiq sigaret chekadigan insonlar, tamaki mahsulotlari xolesterinni tomirlarga cho'kishini tezlashtiradi yoki spirtli ichimlik ichadigan insonlar yoki vazni yuqori odamlar, masalan 100 kilodan oshiq insonlar yoki bo'lmasam ikkinchi tip qandli diabet bilan og'rigan bemorlar. Bular albatta 35 yoshdan boshlab xolesterinni nazorat qilish kerak. Endi kimlar undan ham ertaroq nazorat qilish kerak? Masalan, 30 yoshdan boshlab nazorat qilish kerak bo'lgan insonlar bular oilada ota-onasi yoki eng yaqin qarindoshlari, amakisi, ammasi yoki xolasida vaqtli infarkt bo'lgan odamlar bo'lsa, masalan 45 yosh bilan 55 yoshda orasida infarkt kuzatilgan bo'lsa yoki yuragiga stent qo'ydirgan bo'lsa yoki oyog'idan tomir olib yurakka qo'ydirgan bo'lsa, mana shunaqa oilada shunaqalar bo'lsa, farzandlar 30 yoshdan boshlab bir yilda bir marta bo'lsa ham xolesteringa tekshirish kerak. O'shanda kelajakda infarktni oldini olsa bo'ladi. Chunki naslestvenniy giperxolesterinemiya degan kasallik bor. Ya'ni irsiy oilaviy xolesterin ko'pligi degan kasallik bor. Bu ham ko'p uchraydi. Ya'ni oilada ko'pchilik yosh infarkt kuzatiladi. Mana shular yuqori xavf guruhiga kiradi. Bular albatta 30 yoshdan boshlab bir yilda bir marta bo'lsa ham xolesterinni ko'rib nazorat qilib yurishlari kerak. Xolesteringa topshirish tartibi qanday? Analiz topshirishdan bir kun oldin kechqurun kuchli yog'li ovqatlar yemaysiz. Odatdagidek ovqatlanasiz. Energetik ichimlik, Pepsi, Cola ichmaysiz. Erta bilan borib, och qoringa choy ichmasdan erta bilan laboratoriyaga borasiz. Xoh xususiy, xoh davlatniki bo'lsin, yashash joyingizga yaqin laboratoriyaga borasizda. Mana shu ikkita analizni topshirasiz. Ya'ni lipidni spektrda ichidan yaxshi xolesterin va yomon xolesterin. Uni meditsina tilida LPVP, LPNP deb aytiladi. Ya'ni высокий плотность и низкий плотность xolesterinlar. Bu yaxshi xolesterin mana bu yerda berilgan normadan baland bo'lishi kerak. Shunda yaxshi bo'ladi. Ya'ni 1.55 dan baland bo'lsa, aytayaptiki, yurak qon tomir kasalliklariga xavf yo'q deyapti. O'shandan baland bo'lsa. Keyingi yomon xolesterin 2.6 dan 3.3 gacha bo'lish kerak normada. Bu agar shu 3.3 dan balandlaydigan bo'lsa, bu sizga zarari tegishni boshlaydi. Shu ikkita xolesteringa tekshirasiz. O'rtacha 40 mingdan 80 ming so'm pul bo'ladi ikkalasi.
laboratoriyada. Shu ikkita tahlil bilan siz xolesteriningizni nazorat qilib yurasiz. Bir yilda bir marta bo'lsa ham. Yaxshi xolesterinni foydasi shundaki, u yomon xolesterinni o'ziga biriktirib oladida, jigarga olib borib bilirubin hosil bo'lishda ishtirok etadi. Ya'ni yomon xolesterinlarni ushlab tutib olish vazifasini bajaradi. Shuning uchun yaxshi xolesterinni ham ko'paytirishimiz kerak. Yomon xolesterinni pastlatishimiz kerak. Shu yo'l bilan tomirlarimizni toza saqlaymiz yillar davomida. Xolesterinni javobi chiqqandan keyin uni bir uzoq joydagi doktorga olib borishingiz yoki bir mutaxassisga ko'rsatishingiz ham shart emas. Uni o'zingiz nazorat qilib yurishingiz mumkin. Ya'ni yonida normativlari aniq ko'rsatib qo'yilgan. O'sha normativga qarab turib xolesteriningizni o'zingiz baholashni o'rganishingiz mumkin. Masalan, sahr kasalligi borlar o'zini sahrini doim baholab yuradi-ku, o'shanday holat bu ham xolesterin ham. Davolash qanday? Asosan xolesterinni pastlatishda 3 ta yo'li bor. O'tgan videoda ham aytdim. Birinchi yo'li bu harakat. Ya'ni kun davomida hamma harakatingiz qo'shilib 7-8 kilometrdan oshishi kerak. Buning uchun erta bilan turib och qoranga 40 minut piyoda yurishingiz kerak, kechki payt yotishdan oldin yurish kerak. Umuman olganda jismoniy harakat bilan ko'p shug'ullanishingiz kerak. Ana o'sha bilan 1-2 oyda xolesteriniz o'z-o'zidan normaga tushadi. Ikkinchisi, oziq-ovqatga e'tibor berasiz. Masalan, o'tgan videoda grafikini qo'ydim. Xolesterin tarkibida ko'p bo'lgan oziq-ovqatlarning grafikini qo'ydim. Bularni 100% yemasin degan ma'no emas. Bu yerda o'sha mahsulotlarni yog'siz shakliga o'zgartirasiz. Masalan, kolbasani yog'sizi bor, tarkibida yog'i ko'rsatilgan. Masalan, sutni ham yog'sizini ichishingiz mumkin. Smetanani ham yog'sizi bor, tvorogni ham. Umuman olganda, masalan, burda shashlik yemoqchi bo'lsangiz, yog'ini yemasligingiz kerak. Sho'rva ichmoqchi bo'lsangiz, sho'rvadagi yog'ni yemasligingiz kerak. Tuxum yesangiz, oqini yeng, sarig'ini yemang. Mana shu tuxumni sarig'i bilan hayvon yog'larida asosan xolesterin ko'p bo'ladi. Agar xolesteriniz baland bo'lsagina, past bo'lsa bu ovqatlarni yesangiz zarari yo'q. Bitta tuxumni sarig'ini tarkibidagi xolesterin 4 kunlik odamning ehtiyojini ta'minlashga yetadi. Parhez shunaqa. Mahsulotlarni bemalol yesangiz bo'laveradi, hayvon mahsulotlarini. Faqat xolesteriniz normadan baland chiqadigan bo'lsa, o'shalarni yog'siz shakldagi variantlarini yeysiz. Masalan, hayvon yog'lari deyilganda aynan dumba yog'i yoki charv emas, hayvon yog'lariga misol uchun qaymoq, saryog', do'ltalar ham, misol uchun smetanalar hammasi hayvon yog'lariga kiradi. Bular tarkibida ham xolesterin ko'p bo'ladi. Masalan, margarin, slivishniy maslo, bular tarkibida mayonez, xolesterin juda ham ko'p bo'ladi. Mana shu ovqatlarga e'tibor berasiz. Xolesteriniz normada bo'lsa, yoshingiz kichkina bo'lsa, bu ovqatlarda sizga zarari bo'lmaydi. Endi keyingi usul, dorilar kimlarga beriladi? Dorilarni berish tartibi shundaki, bemorning harakati cheklangan bo'lsa, masalan, aytaylik, vazni juda yuqori, ko'p harakat qila olmaydi. Yoki bo'lmasam yursa tizzasi og'riydigan bemorlar, yoki bir joyda yotadigan bemorlar, yoki ikkinchi tip qandli diabet bilan kasallangan bemorlar, yoki infarkt, insultni уже o'tkazib bo'lgan bemorlar bo'lsa, bularga albatta xolesteringa qarshi dorilar beriladi. Ya'ni bir dona tabletka ichiladi, kechqurun soat 9 larda ichiladi. Atorvastatin, simvastatin, rozuvastatin kabi dorilar bor, aynan xolesterin to'xtatuvchi. Bularda albatta shifokor nazorati bilan ichiladi. Buni 40 yoshgacha bu tabletkalar mumkin emas. Ham jigari kasallarga mumkin emas. Ya'ni 40 yoshgacha xolesterinni pastlatish natijasida bu dorilar jinsiy faoliyatni ham pastlatib qo'yishi mumkin. Shuning uchun asosan xolesterinni pastlatish uchun harakat va oziq-ovqatni tartibga solish bilan bo'ladi. Juda iloji bo'lmagan vaqtda keyin dorilar, tabletkalarga o'tiladi. Endi shu o'rinda yana bir savol tug'iladi. Ko'proq yosh katta odamlar berishadi. Doktor, sizlar doim hayvon yog'larini hamma doktorlar cheklaysizlar, lekin ota-bobolarimiz masalan qishda qo'yni so'yib qo'yib, tuzlab qo'yib, qishi bilan qo'y yog'ini yeb chiqqan. Ular infarkt bo'lmagan deb savol berishadi. Buni sababi shundaki, ilgargi bizni ota-bobolarimiz davridagi harakat bilan hozirgi davrdagi harakatda juda katta tafovut bor. Masalan, ilgargi odamlar haqiqatda qo'y yog'ini ko'p yegan, lekin ular shunga yarasha juda ko'p harakat qilgan. Hamma ishini o'zi borib harakat bilan bajargan. Misol uchun, u paytda telefon bo'lmagan yoki pultlar, transportlar juda kam bo'lgan. Shuning uchun masalan, bitta to'y qilganda 200 ta 300 ta odamni piyoda yurib aytgan. Hozirgi kundagi harakat juda ham cheklanib qolgan. Hamma narsa uyda ichida, hamma narsa pult bilan boshqariladi. Hamma joy transport, telefon, hamma narsani harakati bizda cheklanib qolgan. Shuning uchun mana shu harakatsizlikdan kelib chiqyapti shu kasalliklarga moyillik. Endi buni tartibga solish uchun yo harakatni ko'paytirishimiz kerak, kuchli ovqat yegan bo'lsak, yoki kam harakat qiladigan bo'lsak, kuchli ovqatlardan tiyilishimiz kerak. Mana shu yo'l bilan infarkt hamda insultni oldini olish mumkin. Masalan, aytaylik, sizda 50 yoshdan keyin sahr kasalligi aniqlanib qoldi. Ya'ni sizga doktor tabletka yozib beradi, o'sha tabletkani ichasiz va parhez qilasiz. Va shirin mevalarni yemang deb sizga tavsiya qiladi. Masalan, qovun, uzum kabi mevalarni yemang deydi, siz yemaysiz. Shu bilan sahringizni nazorat qilib yurasiz. Xolesterin ham xuddi shunaqa narsa. Uni ham nazorat qilish kerak. Xuddi sahrga o'xshab.
Ya'ni xolesterininiz baland chiqdimi, sizga xolesterini bor mahsulotlarni yemang degandan keyin xuddi sahrga o'xshab uni yemasligingiz kerak yoki parhez qilishingiz kerak. Ikkalasi ham bir-biriga yaqin narsa. Keltirib chiqaruvchi asoratlari ham bir xil. Agar video sizga ma'qul kelgan bo'lsa, kanalga a'zo bo'ling, like bosing va kommentariyada savolingiz bo'lsa yozib qoldiring.